Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari, fasadni peletga ishqibozlari. Mana fasadni peletkalarimiz navbatdagi zakazlarimizdan biri Samarqand shahrida bo'lib o'tyapti. Peletkalar to'g'riga mana ustunlikka jarayoni. Shoplarga e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta ideal darajada. Tri fasonda qilib beryapmiz. 180 kvadrat obyektimizdamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. 190 ming so'mdan qilib beryapmiz. Hamma yo'q ichida. Oziq-ovqat, yotoq joy bo'lsa bo'ldi ustalarimizga. Bundan tashqari obyektlarimiz ham bor. Kimgadir qiziq bo'lsa ko'rishlari mumkin. Laklangan, dabrlar qo'yilgan holatini ham ko'rsatib o'taman. 3D fasonda bemalol murojaat qilasiz.